Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Messining yangi rekordi, Haaland va Mbappening dubllari va A va J guruhlaridagi holatlar haqida gaplashamiz. Video oldidan like bosib qo'yishni ham unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Argentina Avstriya o'yinda 2-0 hisobi qayd etilgan bo'lsa, statistikalarga yuzlanganimizda ham Argentina butun o'yin davomidagi dominantlikni qo'lga olgandi. Va o'yinda albatta Messi performansi katta rolni o'ynadi. Ya'ni Messi dubl qayd etdi. Bundan tashqari Messi birinchi turdagi bo'lib o'tgan o'yinda Jazoirga qarshi hat-trick qayd etgandi. Shu yoshga chiqqan bo'lsa-da, Messi hozirgi davom etayotgan mundialning yaqqol to'prari. Bundan tashqari butun mundiallar tarixidagi, jahon chempionati tarixidagi eng yaxshi to'prar maqomini ham qo'lga kiritdi. Birinchi turda bo'lib o'tgan o'yindagi hat-trickidan so'ng u Kloze'ga yetib olgandi, ya'ni 16 ta gol bilan Kloze bilan tenglashib olgandi. Bu dubldan so'ng esa 18 ta gol bilan yaqqol to'prarga aylanib oldi. Messining gollarini qanday paydo bo'lganini ko'radigan bo'lsak, u asosan to'g'ri pozitsiya tanlashni biladi va unga ya'ni eng asosiysi u Avstriyaning himoyasining sustligi ham bo'ldi uning gollarida, chunki himoya Messiga juda katta bo'sh zonalarni ochiq qoldirishdi va Messi bu bo'sh zonalardan albatta gol kiritadi. Bundan tashqari o'sha Harul Hamidov aytganlaridek, ya'ni Messining yoshi o'tgan sari uning texnikasi yoki jismoniy holati pasaygan bo'lishi mumkin, shu kabi jihatlari pasaygan bo'lishi mumkin, lekin Messining aqliy jihatlari anchagina oshgani, ya'ni aqlan u ancha rivojlangani va to'g'ri pozitsiya tanlashi, ya'ni o'sha Jazoirga qarshi bo'lib o'tgan o'yindagi Messining ikkinchi goliga ham yuzlanadigan bo'lsak, Messi to'g'ri pozitsiya tanlashni bilgan, ya'ni darvozabondan qaytgan to'pni darvozaga yo'llab qo'ygan. Ya'ni bu uchun ham albatta to'g'ri pozitsiya tanlashni bilish kerak. Norvegiya Senegal ikkinchi turning eng raqobatli o'yinlaridan biri bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Ya'ni teng kuchli jamoalar edi qisman va Norvegiya bu o'yinda 3-2 hisobida Senegalni mag'lubiyatga uchratdi va statistikalarga qaraydigan bo'lsak, o'yinda Senegal ustunlikni qo'lga olgan statistikalar bo'yicha, ammo hisobda Norvegiya oldinda albatta. Va birinchi bo'limga qaytadigan bo'lsak, birinchi bo'limda asosiy ustunlik Senegalda bo'ldi va Senegal ko'plab hujumlar uyushtirdi, ammo o'z vaziyatlaridan foydalana olmadi. Ya'ni bunda albatta Norvegiyaning himoyasini ham tartibli turgani tahsinga sazovor. Bundan tashqari esa Norvegiya birinchi bo'limning oxirida qarshi hujumdan albatta o'z golini kiritdi va bundan keyin ikkinchi bo'limda o'yin ochilib ketdi ikki jamoa uchun ham va Haaland dubl qayd etdi. Shu ya'ni Norvegiya bu yilning, bu mundialning eng yorqin jamoalaridan biri bo'ladi deb aytishyapti ko'pchilik va mening ham fikrim shunday albatta. Ya'ni Norvegiyani o'sha 2022-yilgi jahon chempionatidagi Marokashdagi o'yin ko'rsatadi degan fikrdaman. Ko'ramiz endi albatta qanday o'yin bo'ladi, Norvegiya qanaqa o'yin ko'rsatadi. Haaland bo'lsa o'zi gollar soni bo'yicha Mbappe bilan ketma-ket ketishyapti. Bu degani, ya'ni birinchi o'yinda ikkalasi ham dubl qayd etgandi, ikkinchi o'yinda ham, ya'ni ularda 4 tadan gol Haaland bilan Mbappeda va 3-tur juda o'zgacha o'yin bo'lsa kerak albatta, chunki 3-turda Fransiya Norvegiya o'yini bo'ladi va o'zi ular play-off yo'llanmasini hal qilib bo'lishdi, chunki 6 ochkodan ikkalasi, ya'ni birinchi o'rin uchun kurash bo'ladi albatta Fransiya Norvegiya o'yinida. Shu ya'ni juda bir o'zgacha o'yin bo'ladi. Yangi davrning ular ya'ni Haaland bilan Mbappe yangi davrning Messi Ronaldosi deb aytilayotgandi va ularning o'rtasidagi bir raqobatga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Fransiya Iroq o'yiniga to'xtaladigan bo'lsak, bu o'yinda 3-0 hisobi qayd etildi va statistikalarga yuzlanadigan bo'lsak, Fransiya ustunlikni qo'lga olgandi va Fransiya tarkibida Mbappe dubl qayd etgan bo'lsa,
Dembele bu mundialdagi ilk golni kiritdi va o'z nomiga bitta assist yozdirib qo'ydi. Bundan tashqari Olise ham o'z nomiga 2 assistni yozdirib qo'ydi. Olise o'zi bu mundialdagi eng ko'p assist yo'llagan futbolchi bo'lsa kerak, adashmasam. Chunki birinchi turdagi o'yinda Olise 2 ta assist qayd etgandi. Yoki bitta, shu yoki 3 ta yoki 4 ta assistni qayd etib bo'ldi Olise o'zi. O'yin asosan boshqa holat bilan esda qoldi. Ya'ni bu kabi holat klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham sodir bo'lgandi. Ya'ni tabiat hodisalarining sodir bo'lishi. Ya'ni shu o'yin paytida, ya'ni birinchi bo'lim yakunlangan va keyinchalik shu kuchli yomg'ir va momaqaldiroq kabi tabiat hodisalari sodir bo'lganligi uchun o'yin biroz cho'zilgan. Ya'ni o'yinning ikkinchi bo'limi deyarli shu Norvegiya Senegal o'yini bilan bir vaqtda boshlandi. Adashmasam Iroqda o'zi play-off yo'llanmasini olish imkoniyati qolmadi. Ya'ni ular Tunis, Haiti, Turkiya kabi o'z muddatidan oldin jahon chempionatini yakunlashdi. Ammo u Iroq oxirgi turda, 3-turda Senegalga qarshi o'ynash kerak va Senegalda imkoniyat bor, adashmasam. Ya'ni Senegal agar Iroqni mag'lub etadigan bo'lsa 3 ochkoga ega bo'ladi va 3 ochko to'plar nisbati boshqa bilan solishtirib o'sha 12 tadan 8 talikka kiradigan bo'lsa, Senegal play-off yo'llanmasini olishi mumkin. Ammo bu juda qiyin bo'lsa kerak baribir. Eng asosiysi shu oxirgi turdagi, ya'ni 3-turda bo'lib o'tadigan Norvegiya Fransiya o'yini bo'lsa kerak va Mbappe va Hollandning yana bir raqobatiga guvoh bo'lamiz. Portugaliyaga qarshi o'yinimiz haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.